Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azad. Bugun seshanba. Tövəndəki xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Təvərdorun 20 noyabrdagi xabarga ko'ra, Arab va boshqa musulmon ellarning vakillari umki shu kuni Beijingga yetib kelib, Xitoyning diplomatiya ministri Wang Yi tarafidan qarshi olingan va bular birlikda G'azzada urush to'xtatishga chaqiriq qilgan. Saudiya Arabiston, Misr, Iordaniya, Falastin, Indoneziyaning diplomatiya ministrlari shundaqla Islom hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Isroilning G'azzadagi bombardimonini oxirlashtirishni maqsad qilgan holda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga a'zo davlatlarning poytaxtini ziyorat qilishga boshlagan. Reuters agentligining 21 noyabrdagi xabariga ko'ra, ikki uchur manbasining shu kuni Reuters agentligi bildirishicha, Xitoyning davlat idorchiligidagi asosiy banklari bu hafta pul bozorida faol harakat ko'tib, Xitoy pul sotib olgan. Qoida Xitoyning pul boshqarish apparatiga vakolatan harakat qilgan bu chong banklar bultirma Xitoy pulining kursining tushishini asqatish uchun pat-pat dollar sotgan edi. Bu haqda taratqularga gap qilish huquqi bo'lmaganlikdan ismini oshkorlashni xohlamagan uchur manbalarining bildirishicha, bu hafta Xitoy pulining kursi o'rlagan turuqliq Xitoy banklarining davomli Xitoy pulini sotib olishi hayron qolarli ish ekan. Xitoy pulining kursi o'tgan bir hafta ichida dollar 42% o'sib, 7.13 atrofiga yetgan bo'lib, bu 4 oyga yaqin vaqt ichidagi eng yuqori saviyada ekan. Amerika Vostorning 22 noyabrdagi xabariga ko'ra, Xitoy yaqindan buyon Isroilga Hamas to'qinish to'g'risida diplomatik yo'llar orqali ishlab boshlab, bu orqali o'zini O'rta Sharqda Amerika qaraganda texnik ishonchlik atalmish tinchlik barpo qilish kerakligini isbotlamoqchi bo'lgan. Amerika hukumatı bo'lsa Xitoyning bu urinishlarini chetga qo'yib, ikkilamchilashtirishga harakat qilgan. Bu vaqtda Amerika Davlatlik bexatarlik kengashining bayonotchisi John Kirby shu kuni Amerika ovoz radiosining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan: "Biz rayondagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatimizdan mamnun. Biz Amerikaning rayondagi rahbarlik o'rnidan mamnun. Biz butun rayondagi sheriklar bilan hamkorlashib, hammamizga foydali natijani qo'lga keltirish iqtidorimiz borligidan mamnunmiz." Xitoyning diplomatiya ministri Wang Yi G'azzada atalmish tinchlikni saqlash uchun ish boshlab 20 noyabr Arab va musulmon amaldorlar bilan ko'rishib, darhol urush to'xtatish va G'azzaga texnik ko'p insoniy yordam berish haqida chaqiriq qilgan. 11 noyabr Saudiya Arabistoni Riyod shahrida o'tkazilgan Arab Islom birlashma yig'inida ta'sis qilingan tinchlik komiteti Beijing, London va Moskvada orqa-orqadan yig'inlashgan bo'lib, bundan keyin Parij bilan Washingtonda yig'in etishni planlagan. Beijingda o'tkazilgan yig'in Saudiya Arabiston, Iordaniya, Misr, Qatar, Turkiya, Indoneziya, Nigeriya va boshqa davlatlarning ministrlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashiga doimiy a'zo davlatlarning poytaxtlari qilgan safarining tunji qitimliqi bo'lgan. Wang Yi chet el amaldorlariga ularning o'z ziyoratini Beijingdan boshlash qarorining Xitoy bo'lgan ishonchisining ifodasi ekanligini aytgan. Arab amaldorlari yig'inda Washingtonning tutumini ayblab, Xitoyning maydonini maqtagan. Misr diplomatiya ministri Sama Shukri o'zining Twitter yozmasida Wang Yiga xitoban mundaq degan: "Biz Xitoy qatorliq asosiy davlatlarning G'azza rayonida falastinliklarga qartilgan hujumni to'xtatishga texnik kuchli rol o'ynashini umid qilamiz. Baxtga qarshi ba'zi cho'ng davlatlar Isroilning navbatdagi hujumlarini qo'llamoqda." Telegraf to'rining 25 noyabrdagi xabariga ko'ra, Pokiston Taliban harakati Pokiston hukumati o'zlariga 5% qurilish bo'yicha topshirmagan taqdirda Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbus proyektlarga hujum qilishga boshlaydiganligi to'g'risida tahdid solgan. Pokiston Taliban harakati Kandapur sho'basining qo'mondoni videolik uchurda Xitoydan Arab dengiziga cho'zilgan tosh yo'l va temir yo'lni o'ziga olgan 3600 km uzunlikdagi ul muassasa turi bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining vayron qilinganligini bildirgan. Bu qo'mondon Pokistonning Tera Ismoilxon shahridagi qurilish ishchilari qilgan so'zida: "Biz hamma yerda 5% boj olamiz. Agar boj topshirilmasa, uskuna va xizmatchilar Taliban qurolli kuchlarining nishoniga aylandi" degan. Reuters agentligining 26 noyabrdagi xabarga ko'ra, Xitoy, Yaponiya va Koreyaning diplomatiya ministrlarining 2019-yildan buyongi tunji qitimliq uchrashishi Koreyaning port shahri Busan'da o'tkazilgan bo'lib, ular shu kuni hamkorlikni qaytadan boshlash to'g'risida o'rtaq fikr hosil qilib, uch davlat boshliqlar yig'in o'tkazishga yo'l ochgan. Xitoy, Koreya va Yaponiya o'zaro diplomatik va iqtisodiy almashtirishni ilgari surish uchun 2008-yildan boshlab har yili boshliqlar yig'in o'tkazishga kelishgan edi. Ammo qo'shnilik talash-tortish va tajismon yevrosobasining yamlishi bu planni to'sqinlik uchratgan hamda uch davlat rahbarlari eng oxirgi qitim 2019-yilda ko'rishgan. Uch ministr davlat boshliqlarining qachon uchrashadiganligi haqida aniq vaqt belgilanmagan. Koreya davlat bexatarlik maslahatchisi Jo Tae-yongning aytishicha, Xitoy raisi Shi Jinping, Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida va Koreya prezidenti Yoon Suk bu yil ko'rishmasligi mumkin bo'lsa-mu, bu ishchilar orasidagi boshliqlar yig'ini yaqin kelgusida o'tkazilishi mumkin ekan. Yaponiya tashqi ishlar ministrligining bayonotida mundaq deyilgan: "Ministrlar 1 soat 40 minut davomlashgan yig'in jarayonida bexatarlik, iqtisod va texnika qatorliq 6 sohadagi hamkorlikni ilgari surish va boshliqlar yig'inini tayyorlab qilish uchun konkret muzokaralarni berish haqida kelishdi.
Koreya Diplomatiya Ministerligining bayonotida bo'lsa, Koreya Diplomatiya ministri Park Jin maqomdoshlariga uch taraf hamkorlikni texnik tuzumlashtirish va uni muqim va imkoniyatli sijil sistemaga aylantirishning intayin muhimligini ta'kidlash bilan bir vaqtda o'zining Shimoliy Koreya haqidagi andisini tilga olgan. Xitoy Diplomatiya ministri Wang Yi Koreya bilan Yaponiyaning Amerika bilan bo'lgan ittifoqdoshlikka qarta munolan bildirgan. Uch davlat ideologiyaga binoan fasil ayrishga va rayon hamkorligini qutblashtirishga qarshi turishi kerak. Wang Yi yana uch davlatning uch taraflik erkin savdo kelishimi to'g'risidagi suhbatni tezdan boshlashga undagan. Yaponiya Diplomatiya ministri Yoko Kimako xalqaro bexatarlik vaziyatining ilgirki har qanday vaqtga qaraganda texmo og'ir va murakkablashib ketgan mavjud vaziyatda uch taraf hamkorligini kuchaytirishning rayon tinchligiga g'assiz qo'shadiganligini bildirgan. Koreya Diplomatiya ministrligining bayonotiga ko'ra, Yaponiya bilan Koreyaning diplomatiya ministrlari ikki taraflik suhbatda Shimoliy Koreyaning oldingi hafta tunji jasuslik sun'iy hamrohini qo'yib berganligini ayblagan va Shimoliy Koreya bilan Rossiya o'rtasidagi Qora Yaraq so'lisiga texnik kuchli inkas qaytarish haqida o'rtaq fikr hosil qilgan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.